Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sora brendiga tegishli 504 2026-yil eng full pozitsiyamizda farg'onalik mijozlarimizga chiqarib beramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Farg'onaning Quva tumaniga dastavkalar bilan qilib beramiz. Hozir evakuatorga ortamiz. Hop. Qisqacha ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, 50 ot kuchi 4 purshili bo'ladi. Farsli apparat kompressorlari bilan jihozlangan. Kompressor bachogi bu yerda bo'ladi. Hozir buni ortib jo'natib yuboramiz mijozimizga. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Sirnoylari, silindrli, gidravlikali tepaga pastga bosadi. Panirovkalarni qo'yganmiz. Saloniga keladigan bo'lsak, salonda oddiy mashinada bo'lmaydigan qulayliklar bilan jihozlangan. Ventilyatorlari bor, eng muhimi konditsionerlari bor. Multimediyasi o'zini xohlasanglar fleshga tiqib, xohlasanglar audio, xohlasanglar bluetooth qilib ishlatib turasizlar. Mana bu yerda o'zini zaryadchiki bor. Type-C, USB. Bemalol foydalana olasizlar. Mana bu yoqqa telefoninglarni qo'yib, haydab ketsanglar bo'ladi. Pat stakanchikli. Bemalol suv qo'yib, ishni qilib tursanglar bo'ladi. Reverslari qulay qilib joylashtirilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Skoroslari Voma 540 ga 1000 bo'ladi. 4 ta balon ham tortadi. Ko'rsanglar bo'ladi. O'zini pardalari bor. Yuklari bor. Oldi pardasi bor. Monitorlari bor. Oldi orqani ko'rsatadigan. Oldini ko'rsatdi. U orqani ko'rsatdi. Boshqa maqsadda ham foydalansanglar bo'ladi bundan. Eng full pozitsiyamiz shu bo'ladi. Kelib, olib ketaversanglar bo'ladi. Dastavkalar bilan qilib beramiz. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 140 million so'm, dastavkasi ham ichida. O'zbekiston bo'ylab. Manzilimiz Arkbuloqda. Arkbuloq shunday yozuvni tegida mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Samarqanddan kelaverish, bu yoq Erkin postdan kiraverish. Shunda Arkbuloq yozuvini tegida. Kimga shunaqa texnikalik kerak bo'ladigan bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, narxlarni kelishtirib, dastavkalar bilan ham qilib beramiz. Hop, hozircha bizda shular. Hozir buni ortib bersak, shu bilan videomiz tugadi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Traktorimizni ham ortib berdik. Endi bu Farg'onaga ketadi. Mana shu mashinamizda. Joyimiz Arkbuloqda. Tepadagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bundan tashqari bizda pluglar bor, frezerlar bor. Motobloklar bor, 5 ot kuchidan 16 ot kuchigacha ham. Bunaqa jatkalar bor. Mini ekskavatorlarimiz bor.
Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib turasizlar. Manzilimiz Alpbuloqda. Toshkent shahri Alpbuloqda. Kelaverasizlar akalar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.